Xonimlar, janoblar, kutib oling, maxsus Donyorbek uchun sovg'a. Qale. Mangami bu? Yo'q, matematik ustozga. Bizani uradigan cho'pi sinib qolgan ekan, pul tashlashib gitara oldik. Sanga-da jinni, men o'rtoq. Tabriklayman. Qancha zo'rdan tashalayman. Davay, o'rtoq. Man ko'changdan o'taman, gul ko'tarib, ham yo'talib. Man ko'changdan o'taman, gul ko'tarib, ham yo'talib. Gar meni sevsang agar, chiqinchilikni ko'tarib. Gar meni sevsang agar, chiqinchilikni ko'tarib. Olmani ohi bilan, yonida yaprog'i bilan. Olmani ohi bilan, yonida yaprog'i bilan. Har yorim xat yozadi, kichkina barmog'i bilan. Har yorim xat yozadi, kichkina barmog'i bilan. Zubayda, mayda, mayda, mayda. Zubayda, sochlari mayda, mayda. Zubayda, mayda, mayda, mayda. Alo? Alo, assalomu alaykum. Sherzod Yangiboyev sizmisiz? Da, men. Men Mirshakar Fayzullayevman. Siz bizga monolog jo'natgan ekansiz stand-up show uchun. Da, jo'natdim. Hozir tanishib chiqdik. Nima desa bo'ladi? Bizga ma'qul, xohlasangiz stand-up showda yoz ko'rishimiz mumkin. Qachon? Ya, siz bilan hali yana bog'lanib aytishadi, qachon, qayerda, qanaqa bo'lishini. Bo'ldi, aka, kutaman. Bo'pti, Sherzod, tayyorgarligingizni ko'rib turavering. Bo'ldi, aka, xo'p, rahmat. Xo'p, rahmat. Tabriklalaring meni. Nima bo'ldi? Stand-upga chaqirishyapti. O'tir joy-joyingizga. Namuncha baqir-chaqir qilyapsizlar. Ovozinglar dis maktabga eshitilyapti. Ana 11. Ana 11. Ustoz yo'q bo'lsa ham jim o'tirishadi. Ustozi bo'lmasa ham tinch o'tirishadi. Darsini qilib. Men minut bo'lsam, to'polon qilib tashlaysanlar. Sanla odam bo'lmaysanlar. Ustoz so'z boyligi oshibdi. Nimaga kulyapsizlar? Nima maymun o'ynatyapmanmi? Zvonok chalgandan keyin uchala uylar xonamni tozalab ketasizlar. Tushunarlimi? Assalomu alaykum ustoz. Uzr kech qoldim. Kir, o'tir joyingga. Kech qolding. Shirinlik qildik. Bugun shirinlik qilyapmiz. Bizaga emas. Kimga unda? Qahramoningizgami? Kim ekan qahramon? Sanjardek. Nima noto'g'ri? Qara. Chiroyli. Sanjarimizga o'xshaydi. Jimlik. Bolalar. Baxti keldi oldimga. Nima dedi? Shahlo 12 ekan. Qanaqa? Yaqinlashmas ekanman unga. Sen nima deding? Indaganim yo'q. Lekin jim yurish niyatim ham yo'q-da. Men qara. Sen kerakmi shu problema? O'zi ozgina qoldi maktabdan haydalib ketishimizga. Gapir o'zing. Men nima deyman? Xudo taraf rozi bo'lsak, yosh baxtli bo'lvorsin. O'zim senga jotki qizlar topib beraman. Kevish baxtinglar bilan bitta qizni urishmaylik. La, masalan, hech narsa so'rayotganim yo'q.
Manda ishkal qilinglar ham deyotganim yo'q. O'rtoq, sen yordam so'rashing shart emas. Biz o'zimiz xohlab yordam beramiz senga. Yurakdan yordam beramiz. O'sha uchun ham bizani do'stlar deyishadi. Agar mana shu gapni mohirgacha muzga qo'yib, TikTokga qo'yib yuborsang, rekda uka. Tupu o'zing ham to'g'ri gapirasan. Qo'yib qoldim men senga hali. Hey! Tez bo'linglar, hozir dars boshlanadi. Chiqmaydi baribir, yur ketdi. Men uni erib ketmasdan berib yuboray deyotgandim-da. Unga korobkasini bersang ham xursand bo'ladi, yur. Ketdi. Darsga kech qolamiz. Demak, bugungi mavzu insonlarni ichki organi haqida. Ustoz, 59-betdagi mavzuni qachon o'tamiz? Tushunmadim. Senga 59-betdagi mavzu nega qiziq bo'lib qoldi? Bitta menga emas, hamma bolalarga qiziqdirib o'tdi. Tur o'rningdan. Uyga vazifani qildingmi? Ustoz, bajarmadim. Nimaga qilmading? Svet yo'q edi-da. Sen bilan yonma-yon domda turamiz-ku. Meni uyimda svet bor-ku. Yo'q, adam aytdi, svet yo'q, uxlalaring dedi-da. Endi dadam aldagandir-da. Adi nima seni aldiydi? O'sha kuni payshanba edi-da, ustoz. Payshanbani senga nima aloqasi bor? Yo'q, menga aloqasi yo'q. Dadamga aloqasi bor-ku. Dadangga aloqasi bo'lsa, meni darsimga nima aloqasi bor? Siz ham erkaksiz, sizga ham aloqasi bo'ladi, ustoz. Jim! O'tir joyingga. Bezbet. Shahlo qari internetdan zo'r magazin topdi. Turkiyaning kiyimlari ekan. Ko'proq zakaz qilsang, skidkasi ham bor ekan. Shahlo? Oho. Qahramonimizning o'luvri, вообще toming ketib qopti-yu. Даже meni ham eshitmayapsan. Bore. Bu baxti Anijonga kelibdi. Umuman unaqa qo'rqinchli kino ko'rmaganman. Borib turur, yetib oladi o'zi. Mani otim Baxti. Chiroyli qiz ekansiz. Agarda yo'q demasangiz bugun darsdan keyin bu yoqqa boramiz. Chinnimisiz? Sen gapiryapman. Ne o'zingni olasan, yaxshi gapirsan. Tort qo'lingni. Ola qo'lingni. Bu baxti. Senlar vahshigina xossanlar, qanaqa gaplashish kerak o'zlarlar bilan? Sen urushga boshqa bola topamadingmi? Qizni tashlaysan. Hozir sen darsdan keyin maktab orqasiga chiqamiz. O'lgilaring kelyaptimi? Lekin bu safar ayab o'tirish yo'q. Mazalaring qo'shadi, ishonlaring. Itdek xor bo'lasan, tushunyapsanmi? Ol qo'lingni, bayqara bo'ldi qillaring. Nima uchun urushurasanlar? Zerikib ketmadilaringmi urushurib? Men senlarni ko'rib zerikib ketolmadim, to'g'risi. Senlarni UFC'ni kamroq ko'rlaring. Xo'p, Conor bilan Habib ham bir-birini bunchalik yomon ko'rmaydi. Bo'ldi, tarqalaring, bo'l tarqal. Darsingga bo'lsa darsingga bor, uyingga bo'lsa uyingga bor. Sikkelib uxlalaring, xo'p faqat. Bo'l tarqal, davay darsingga. Ustoz, mabodo komediya chiqmaganmisiz? Hamma shunaqa deydi, ukam. Baroq. Yomon xushlik. Baroq. Menga qara. Ko'rmayapsanmi? Qizlarga tashlashni boshlayapman.
O'rta baxti hamma qizlarga shunaqa muomala qiladi. U degani hamma qizlar uchun urushib chiqishing kerak emas-ku. Men boshqa qizlar qilganini ko'rmaganman-da. Mana. Assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kellaring. Bizga doimgidek. Nonni o'rtasiga sosiska salat. Yo'q, qarzga. Qarzga yo'q. Oldin qarzlaring to'lib qo'yiladi. Ungacha hech narsa yo'q saliga. Xo'p, oho, nechi bo'lman bular? Qo'lingni tort. Sosiskalik. Ol qo'lingni, o'zi yurilgan qo'ling. Ber. Menga mollaringni nima osalar? Qattiq olamiz, 3 ta qattiq olamiz. Voy, ana dona. Zo'rashdi-da. Ha, zo'r edi. Men videoga bo'lganman. Mana. Voy, shuni TikTokga qo'yib yuborsam, bo'm rosa ko'p like yig'adi. Ha, rostdan ham. Men kecha Sahlo bilan olgan videom bor edi, o'shanga rosa ko'p like keldi. Mana, salom yeylaring. Menga qara. Endi nima qilamiz? Maktab yo'lda tursa, sinfimizdan hech kim chiqmaydi-ku. To'g'risini aytsam, men bilan salla ham chiqmaganlari yaxshi bo'lardi. Kimdir meni deb kalta yeyishni xohlamayapman. Uni ustiga salla uydagilaring bilan ham yaxshi masala. O'zim chiqaman o'shaning uchun. Maylimi biz ham borib chekkaroqda tomosha qilib tursa, vaqtinglar kelib ketgandan keyin seni yig'ib terib uyingga borib qo'ygan odam kerak bo'ladi. Chiqmalaringmi shu? Lekin boru ko'chada ham yuraman masalan. Kimdir so'kinadi-ku, urushmayman, lekin salla uchun любойga. Rekka chiqadigan gap. Addushi bolalar. Yaxshi ko'rmasam. Oldi. Avram. Yosh, Abdullaxon. qaranglar. Rahmat. Bo'ldi, asabiylashurma, o'zingni bos. Qanaqa asabiylashmayman. Ular anitda deb urishib yotishibdi. Ular o'zi yaqinda urishgan, yana urishsa direktor haydayman degan. Ular ham ahmoq emas, urishmaydi. Qani jigarlar? Ketdimi? Ketdi. Ovqat qatib yuborasiz-da. O'yladi bo'ladi. Ish bermaydimi? Ha. Hurmatli muhtaram maktabimiz ishgalchilari. Ha, hurmatli muhtaram maktabimiz ishgalchilari, ha? Yo'l bo'lsin. Yo'l bo'lsin. Futbolga Basseynga ketotdik. Futbolga, basseynga. Qaysi biriga? Qaysi biriga ketyapsanlar o'zi? Birinchi futbol o'ynaymiz-da, terlaymiz, o'shandan keyin basseynga kirib ketamiz. Hammasi paplanu. Ha. Shunaqa. Menga qara. Yana kirib olib suvda biron bir ishkalib qilib yurmalaring, tushundilaringmi? Ishkalib qilib yurmalaring lekin. Yo'q, hammasi kontrol ostida bo'ladi. Men o'zim Telegramdan video tashlab turaman sizlarga. Hammasi paplan. Qaralaring, ha? Bo'lsiz. Menga qara. Nima ustoz? Bular menga laqam qo'yganmish deb eshitdim. Laqab? Yo'q. Laqab menga qo'yishgan, ustoz sizga emas. Sani laqaming nima? Bluetooth. U nima degani? Bilmayman. Menga qara. Qaysi video tashlamoqchisa? Rustul xonasida. Madina Bonu bilan birga qilgan video o'ylanadi. Shahlo, qara, Sanjar o'rtog'idan necha chiqqan chiqdi. Ovozi chiroyli ekan. Sen chiroyli. Voy. Может, like bosarsan? Jinni. Bu istedodku bu, ha?
birinchi karragim kamayib ketishibdi-yu, polvonlar. Sog'ini ko'p ko'rsinay men qayrilib senga sog'inib seni eslay birinchi sevgimni sog'ina men angladim men ayrildim senga esga tutaman sevgimni senga aytolmagan o'sha gaplarimni bir umrga armon bo'lding qalbimda yoshligim deb boshligim